Tiramas. Munat. Qadrdonlar, ko'rib turganingizdek. Kimgadir qiziq bo'lsa, bajarib ko'ringlar. Vaqtga ko'rdinglar. 10 ming turib berdim. Ertadan qo'shamiz. Bu birinchisi. Xo'p, do'stlar, videomizni boshladik. Bu yerda asosiy e'tibor Security'ga qaraymiz. Qolgan bu video haqidagi ma'lumotlarni video davomida aytib o'taman. Xo'p, anjumaniga qilinadigan stoka holatida turib olamiz. Shu holatda qancha minut tura olamiz, qancha vaqt tura olamiz, shuni sinab ko'rmoqchimiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Bu nimaga foyda, nima uchun buni qilyapsiz degan savollarga javob. Hop, o'zimiz ham 2000 ta anjumani challenge bo'yicha ancha harakat qilyapmiz. Hali ham davom etyapti. Videosini tashlamagan bo'lsam ham, lekin yoshlar o'rtasidagi challengeimizda ham shunda tajriba bo'ldiki, menga juda ko'p narsani guvohi bo'ldim. Bunda ko'proq shu asosan bel, oyoq, yelka, qo'l qismlariga juda ham katta nagruska bo'lganligi sababli anjumanimizda shu bel, oyoq, yelkada, asosan belda yog' ko'pligi sababli anjumani qilishda gavdani tutib turish juda ham qiyin holatda bo'lar ekan. Shu belda, qorinda yog' bo'lsa, anjumani qilishimiz juda ham keskin qiyinlashib, sonini ko'paytirish qiyinlashib bo'lar ekan. Shunga men shu tajribadan kelib chiqib, shu plankali desa ham bo'ladi, plankali turishda ko'proq chekinadi turiladi. Qo'lda anjumani holatida ko'proq turib, ko'proq shu anjumanini sonini ko'paytirishga shu mashqlar ko'proq yordam beradi, odamni chiniqtiradi. Ko'rdikki, biz o'sha 5 ta anjuman qilgan shogirtimizda, ukamizda ko'proq vaqt masalasi hal qildi. 46 minut atrofida mana shu holatda turib anjumani qildilar. Bu degani shu qo'l, oyoq, bel 46 minut tanasini tik tutib ushlab turib bera oldi. Mana shunaqa chiniqtirish kerak. Shuning uchun oson bo'lmaydi. Harakat qilib ushlashga harakat qilamiz. Tanamizni chiniqtirishga harakat qilamiz. Kamroq gapiraman, energiyam sarflamasga harakat qilaman. Nima demoqchi bo'lganim tushunganlar e'tibor beramiz. Savol bo'lsa kommentariyga qoldirasizlar. Men ko'proq vaqtga e'tibor berib turmoqchiman. Xudo xolasa inshaalloh. Bu juda ham foydali mashq deb o'yladim. Kim qiziqsa harakat qilib ko'rishi mumkin. Maza. Qo'lini shu anjuman qilgan singari dam oldirish imkoniyati bor. Chunki anjumanida ham mana shunaqa dam oldiramiz. Xudo xolasa inshaalloh qancha turamiz. Sinamiz o'zimizni. Qiziqqanlar hamma qilib ko'rishi mumkin. Ko'rib turibsizlar, gavda, qo'l, yelka, oyoq, bel hammasiga juda ham katta nagruska bo'ladi. Nafas olish rejimiga ham ko'proq e'tibor beramiz. Burundan chuqur olib, og'izdan chiqarishga harakat qilamiz. Bu yurak urish tizimini ham osonlashtiradi. Xudo xolasa hozircha yaxshi, lekin og'riqlar bor, chunki yog' bor. Shu yog' erisa, yo'qolsa
ko'proq anjumani, sog'liq, hamma tomonlama juda insonga yog' yo'qligi foydali berar ekan. Pay bo'lsa, hamma joy muskul bo'lsa, hamma namozda ham, ovqatlanishda ham, yurish turishda ham butun hayotimiz davomida tanadagi yog'ni kamroq bo'lgani juda ham katta foyda berar ekan. Ekrani burchagida sekundomер yoqib qo'yganman, ko'rib kuzatib turishingiz mumkin. Yolg'on bo'lmasligi uchun, ishonmaydiganlar uchun shunga qarab tursanglar, sizlar ham maslahat beraman, o'zinglar ham shu sekundomerga qarab vaqtni ko'rib bilib olishingiz mumkin. O'zinglarni qancha muddatga shunday anjumani holatida turib olishingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, oshqisi yog'il bo'lganligi sabab mana yog'li erib, teri bo'lib oqib chiqishni boshladi. Oxiriga o'sha 200 ta, 209 ta, 505 ta qilgan ukalarimizga qoyil. 40 minut, 45 minut qanot turish kerak. Biz 10 minutga ham bormasdan ves og'ir to'g'ri. 85 kilo ves bilan 50 kilo ves ko'tarish baribir o'zgarishi, mashaqqati bor. Lekin biz ham xudo xohlasa inshaalloh formaga tushishga harakat qilamiz. Ikki uch kundan beri og'ir beton loyli ishlarni qilganimiz uchun ozgina tanada ham charchoq bor, bahona bo'lmadi bilaman. Lekin tanada og'riq va charchoqlar borligi sababli yana ham qiyin tuyulyapti. Lekin harakat qilamiz, chidaymiz. İnşallah qilib hamma stillarni qilib ko'ramiz. Iloji bo'lishi bu mashqni muntazamlik bilan har kuni qilishga maslahat beraman. Chidamlikni oshiradi, asosiysi sabr, chidamlilik juda ham katta, tanani har bitta a'zosiga foydasi bor. Turish ko'ringlar, minutga chidab olasizlar, maslahat beraman. Kimdir qanchadir vaqtga tursa, menga kamga kelsanglar. Maza. Juda ham qiyin, oson emas. Ayniqsa bizdagi qoni bor insonlarga 8 minutga yaqinlashyapti. Sabr. Sabr, sabr, sabr. Qo'lda bo'ldi. Ochig'i birinchi qilib ko'rishim o'zimga ham, birinchi marta qilib ko'rishim. Birinchi qilib ko'rishim. Bundan keyin vaqtini ko'paytirib, muntazam mana shu holatda turishga harakat qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Iloji bo'lsa videolarni tashlab boramiz. Ko'rib borishingiz mumkin. 10 minut turishimni taxmin qilgandim o'zim. Bu ves bilan, bu yog' bilan. Lekin 10 minut turishim juda qiyin bo'lyapti. Endi 9 minutga qarab ketyapti. Harakat qilamiz. Alloh sabr bersa, xudo xolasa harakat qilib ko'ramiz. Turamiz. 10 minutga oz qoldi. Hech bo'lmasa 10 minut qilib qo'yishimiz kerak. O'zimizga limit qo'yib olamiz. Shunga qarab ko'paytirishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Sizlarga ham shuni maslahat beraman.
Az qoldi, sabr. Sabr. Sabr qilamiz. Maza. Shunaqa. Ah! Ah! Turamiz. Turamiz. 10 minut. Qadrdonlar, ko'rib turganingdek. Kimgadir qiziq bo'lsa, bajarib ko'ringlar. Vaqtga ko'rdinglar. 10 minut turib berdim. Ertadan qo'shamiz. Bu birinchisi.